Uy bitgandan keyin olardim. To'xtang, hozir juda katta xato qilasiz. Nega aynan kotlovan paytida xarid qilishning 3 ta eng kuchli sababini aytaman. Uchinchisi aniq sizni o'ylantirib qo'yadi. Birinchi sabab tanlov erkinligi. Kotlovan payti xohlagan qavatingizdan xohlagan xonadonni tanlab olishingiz mumkin. Agar bitganidan keyin oladigan bo'lsangiz, eng yaxshi variantlar sotib bo'lingan bo'ladi. Ikkinchi sabab xonadonni o'zingizga moslashtirish. Ya'ni kotlovan paytida planirovkaga kichik o'zgartirishlar kiritish mumkin. Ba'zi hollarda devor joylashuvlarini moslashtirish mumkin. Va uchinchi sabab esa qulay narx va to'lov shartlari. Kotlovan paytida narx eng arzon payti bo'ladi. Bitganidan keyin esa narx kamida 20-40% ga oshadi. Bu degani taxminan 150 million so'mlik uyingiz bitganidan keyin 210 million so'm atrofida bo'ladi. Aqlli xaridorlar kutmaydi. Ular boshlanishida kiradi. Agar siz ham narx oshishini tomosha qiladigan emas, balki undan foyda qiladiganlar safida bo'lishni istasangiz, hoziroq biz bilan bog'laning.